Bugun mana yana bitta Sagan hududdagi kvartiramizni remont ishlarini boshladik. Tak, xudo xolisa bu yerda nima ishlar bo'ladi? O'zimni tanishtirib o'taman. Balkon qismimiz bu yerimiz o'tiblik bo'ladi. Eski eshiklarni hammasini buzib, bu yerda kattaroq arka ochamizni, eshiklarni olib tashlaymiz. Bu yerda hamma eshiklar buziladi. Devor qismimiz aboylar shilinib, boshqatdan yangi aboy yopishtiramiz. Tak, shkoflar olib tashlanadi. Zalimiz bu yerda ham aboylar shilib tashlab, boshqatdan tegalar olib tashlab, boshqatdan yangidan aboy yopishtiramiz. Bu yerda ham kaflarni qo'parib tashlab, pol devorlarni qo'parib tashlab, hamma narsani qo'parib, boshqatdan kafil yopishtiriladi. Vannani olib tashlab, yangi o'rniga yangi vanna qo'yiladi. Oshxona qismimizda ham kafillar olib tashlanadi, faqatgina farqli qismi kafil bo'ladi. Bu yer ham qo'parilib, bir xil bo'ladi polimiz. Oyoq osti qismi hamma joy laminat bo'ladi. Devorlarimiz hamma joy aboy bo'ladi, patologlarimiz kraska qilinadi. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting, yana qo'shimcha ishlarni qo'yib boraveramiz.